hajga borgan odam Madinaga kirmasdan haj qilishligi mumkinmi? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Shunaqa savollar masalan bo'ladi. Ba'zi odamlar so'rab turgan narsalari hajga borgan odam Madinaga Munavvaraga bormasa ham bo'laveradi. Pul yetmagan bo'lishi mumkin-ku. Ammo puli faqatgina hajga yetadi-da. Madinagacha pul ham alohida mehmonxonada yotish kerak. Ularni o'ylab turib, masalan, ko'pchilik hajga bormaydi. Masalan, ba'zi bir odamlar bo'ladi-da. Hazrat Ashraf Ali Tahonaviy rahmatullohi alayh hojilarning kamchiliklarini sanab turganda aytadilarki, hojilarning eng katta kamchiliklaridan bittasi qaytib kelgandan keyingi ziyofati hojilarning eng katta kamchiligi deydi. Nimaga deydi? Chunki juda ko'p odamlarning hajga borgani puli yetadi. Qaytib kelgandan keyin hoji oshini o'ylab bormay yuribdi deydi. Ko'rinishda sizni hoji oshi yaxshi ziyofatingiz, lekin nechta odamni hajga borishligiga monelik qiladi. Hajga borishga pul bor-u, olib kelgan sovg'a salomiga pulim yo'q deb bormay yuribdi. Demak, sovg'a salom yaxshi narsa, lekin boshqalarni hajga monelik qiladi deydi. Xuddi shunga o'xshagan. Demak, Alloh taborak va taolo bir odamga hajni farz qilgan bo'lsa, uni Madina Munavvaraga borishni farz qilmaydi. Haj qilishlik, haj faqatgina Makka mukarramada, Arafotda bo'ladi, Minoda bo'ladi. O'sha yerda borishni o'ziga puli yetsa bo'ldi, u odamga haj farz bo'ladi. Qachonlardir agar Madina Munavvaraga borishlikka Alloh taolo bunga nasib qilsa, pul bersa, Madina Munavvaraning o'ziga alohida ziyoratga borib kelsa ham bo'laveradi. Lekin buni hajni bir qismi, bir juz'i hisoblanmaydi. Madina Munavvaraga borish. Xo'p, hajga bordik. Hajga borganda biz haj niyatida boryapmiz. Hajga. Lekin hop Madina Munavvaraga nima niyatda boradi? Kim biladi nima niyatda borish kerak? Umra ham masalan hajda o'zida bo'ladi. Masalan, Ka'batullohning o'zida. Hozirgi chiqqan mazhabsiz kishilarning da'vatlari bo'yicha Madina Munavvaraga borayotgan odam masjidda niyatida borish kerak deydi. Eshitganmisiz shu gapni? Payg'ambar alayhisolamning qabrlarini ziyorat qilishni niyat qilib qo'ymanglar, mushrik bo'lasizlar deydi. Masjidda niyat qilib boringlar deydi. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam faqat 3 ta masjidga egar bog'lanadi deganlar. Ya'ni faqat 3 ta masjidga safar qilib boriladi deganlar. Va bu masjid meni masjidim deganlar va Masjidil Harom deganlar va Masjidil Aqso deganlar. Shunga qaraganda, demak biz qasd qilib boradigan bo'lsak, masjid uchun borishimiz kerak deydi. Qabr uchun deb bormasligimiz kerak deydi. Bular shunday o'rgatadi. Vaholanki safar qilib turib Dubayga boryapti. Koreyaga borib karista xizmatni qilyapti, itni go'shini yegan karista. Endi, hop bu hadisda mazmuni nima bo'lmasa? 3 ta masjiddan, masalan, bir odam Qo'qonda o'tirgan bo'lsa, onasi Toshkentda o'tirgan bo'lsa, egarni bog'lab safar qilib boryapti onasini ziyoratga. Aytgan nima boryapti bo'lmasa? Demak, bu hadisda mazmuni ular aytganday emas. Hadisda mazmuni shuki, yer yuzida fazilat jihatidan hamma masjid darajasi bir xil. U masjiddan bu masjidning ortiqlik joyi yo'q. Dangarada o'qisa kamroq, Qo'qonga borsa ko'proq degan gap yo'q. Chiroyli masjidga ayta savob ko'proq bo'ladi degan gap yo'q. Bir masjiddan ikkinchi masjidda savobi ulug'roq deb borish kerak bo'lsa, faqat 3 masjidga bo'ladi xolos. Degan gap. Chunki bittasida savob buncha, bittasida savob buncha deb keyin zikr qilinyapti. Ha bular o'rgatyaptiki, erta u qabr to'g'risida gap yo'q. Qabrga borib o'tib masjidni alohida bittasidan bittasi ortiq degan narsa faqat 3ga tegishli xolos. Boshqa masjidlar hammasi darajasi bir xil. Ammo borayotgan odam Masjid Nabaviyga borayotgan odam payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ziyoratlari uchun deb niyat qiladi. Ahli sunnatning e'tiqodi shunday bo'lishi kerak. Yerga gap kelganda bir narsa aytib beraman. Amin Safdar degan bir juda katta munozir bo'lgan. U kishi hammamizga shu dars bo'lsin shu gapi. Makka mukarramadan avtobusga o'tiribdi Madina Munavvaraga ketishga. Bu kishi bu yerda o'tirgan bo'lsa o'rindiqda, u kishidan oldingi o'rindiqda bir bemazhab kishi o'tiribdi ekan, yoshroq. U kishidan orqasida ham bitta bemazhab kishi o'tiribdi ekan. Boshimda ihvoli ikkovi gaplashib ketyapti ekan. Endi birodar, mana Madinaga qarab ketyapmiz. Mabodo qabrda niyat qilib qo'ymang, debdi. O'rtog'i tushuntiryapti ekan. Nima deyman siz? Siz masjidda niyat qiling debdi. Qabrda niyat qilib borgan odam mushrik bo'ladi debdi. Degan ekan, bu kishi yolg'on aytyapti debdi. O'rtada turibdi-da endi. Eshityapti, yolg'on aytyapti, gapiga ishonma buni debdi. Keyin u tutab ketibdi. Keyin bu kishi aytadiki, qarang, o'zi
ahli sunnatni mazhablaridagi odamlarga soatlab o'tirishlar qilishadi. Biz indamaymiz. Biz reklama yozib qo'ysak ham achchig'i keladi. Shunaqangi o'tirish qilamiz deb reklamani yozib qo'ysak ham achchig'i keladi. O'zi mazhab boshlilarini so'kishga necha soatlab o'tirishlar qiladi, ularni achchig'i kelmaydi. Biz achchiq qilmayapmiz, bardosh qilyapmiz deyapti-da, indamay yuribmiz biz deyapti-da. Ammo ular bizni bir og'iz aytgan gapimizga bardosh qilmayapti. Keyin men aytdimki, "Sen qayerliksan?" dedim. "Sen Panjobdanman" debdi. Panjob Hindistonda ham bor, Pokistonda ham bor. Panjobdanman debdi. "Sen o'zi hajga nima kelgansan?" debdi. "Ha, savob niyatida kelganman." "Ha, savob uyingda o'qisang ham bo'laveradi" debdi. "Nimaga savob uyingda bo'lsa ham betga sen kelding hajga" debdi. "Ha, betga haramda kelib namoz o'qigan odam uyida masalan 27 barobar odam jamoat bilan savob olsa, hajga kelib namoz o'qigan odam 100 ming barobar savob oladi." Xo'p, yaxshi. Madinaga kelib o'qisachi? Madinaga kelib o'qigan odam 1000 barobar savob oladi. Bu kishi aytdilarki, 1000 barobar emas debdilar. 50 ming barobar oladi debdilar. Madina Munavvarada. Ha, 1000 barobar degan hadis sahih hadis debdi. 50 ming barobar degan hadis zaif hadis debdi. U suhbat ichida ketyapti bu gap. Bizga bu kishi aytdilarki, mayli bo'lmasa Xudo taolo senga o'sha sahih hadisdagi savobni bersin, bizga o'sha zaifini beraversin debdi. Desa u amin demabdi. Ha, seni e'tiqoding o'zingni mazhabingga mustahkam bo'lsa, men shu gapni duo qilganimda nima amin demayapsan? Ha? 50 ming savobni oldida nimaga mingtasiga rozi bo'lyapsan? Xo'p. Madina Munavvaraga kelib namoz o'qigan odamga 50 ming barobar savob bo'lsa, haramda o'qigan odamga 100 ming barobar savob bo'lsa, seni maqsading savob-ku. Madinada nima qilasan? Haramda o'qitiravermaysanmi debdi. Urushni ko'rdingizmi? Nimaga 100 mingta savobni tashlabsan, ketyapsan mingta olishga savobni? Demak, ma'lum bo'ldiki, Madinada savobdan tashqari boshqa narsa bor. Rasululloh borlar edi. Demak, musulmon odam boyatki savob maqsadida emas, balki Rasulullohning ziyoratiga deb boradi. Shu hammamizga dars bo'lsin. Bitta odam shunaqa hadis bor ekan, aldanib ketavermaslik kerak. U hadisni mazmuni aytganimizdek, u masjiddan bu masjidning fazilati dunyoda yo'q. O'sha masjiddan tashqari degan gap. Ammo musulmon borayotgan Rasulullohning niyat qilib bor. Masjidda qadr qiymati Madinaning qadr qiymati Rasululloh borliklari uchun aytdi. Xo'p. Nizomiddin Avliyo haqida. Nizomiddin Avliyo haqida biror kun o'qib beraman. Ko'proq o'sha Hindistonda mashhur o'sha Hamsa yozgan Xusrav Dehlaviylarning ustozi Nizomiddin Avliyo degan u kishini qissasini bir ikki marta gapirganda o'shandan kelib chiqqan bitta narsasini aytib berdi Nizomiddin Avliyoni. Nizomiddin Avliyoni katta tariqat piri bo'lgan, ulug' shayx muhaddis zot bo'lgan. U kishini injiq ekan. Shuna injiq pirlarning ikkitasining qissasini aytib beraman mayli. Mazhari Joni Jonon degan bir pir ham bo'lgan ekan. O'ta injiq ekan. Dunyo ishiga juda ham injiq ekan. Nizomiddin Avliyo ham injiq bo'lgan ekan. Nizomiddin Avliyoni oldiga ikkita murid qo'l bergani kelibdi, bay'at qilamiz shayxga deb kelibdi-da. Keyin hovuzda masjidlarning oldida hovuz bor ekan, hovuzda oldida o'tirib olib tahorat qilyapti ekan. Ikkovi mahalladan chiqili bir mahalladan kelgan bo'lsa kerak. Hazrat qarab o'tiribdi bular tahorat qilishiga. Bittasi aytibdiki, bu hovuz kattamikan yo biz qishloqdagimi debdi. Shayx oldiga keladi, turgan bahsini qarang. Biz hovuz bilan degan ham bittasi aytdi. Bizni hovuz rosa katta debdi. Degan ekan shayx baqa kel debdi-da. Bor qishlog'ingga hovuzingni o'lchab kel debdi. Keyin shu bilan qancha yo'l yurib ketdi qishlog'iga. Qaytib kelib o'lchab keldim, masalan o'lchab keldim debdi. Qancha katta ekan debdi. Bir qarish debdi. Bir qarishda rosa katta demaysan, rosa katta degansan deb. Qo'l olmayman sendan degan ekanda, seni bildimki, gapingda omonatdorlik yo'q seni debdi. Sen tariqatda nima qilasan debdi. Musulmon odam shunaqa bo'ladimi debdi. Ozgina narsan ko'p deydimi debdi. Olmayman sendan qo'l degan ekan. Keyin muridlari kelsa, birortasi qo'l beraman deb kelsa, oldiga ovqat chiqarib yurar ekanda, ovqat beringlar, ovqat qolgandan keyin menga olib kelinglar dedi. Ovqatni berib, keyin muridlari taqsir bilan ovqatni yeb qaytarib olib kelibdi. Ovqatini ko'rar ekanda, agar qolgan ovqatni bir kishi to'yadigan ovqat bo'lsa, ha, intizom bor ekan der ekan. Qoldirgan ovqatini ozgina yesa yeb qo'yadi.
u qolgan ovqatni birov yesa to'ymaydi. Unaqa odamdan qo'l olmayman der ekan. Tartibi yo'q uni der ekan. Musulmon odam unaqa bo'lmaydi. Qolgan ovqatni bir narsa birov yesin, to'ysin der ekan. Bas yeb qo'y der ekan. Bitta injiqligi shu ekan. Mazhari joni jononda injiqligi shunaqa ekanki, dunyo ishiga injiqligi. Bir kuni bitta muridi bu kishiga kechasi yopingani bir yopinchiq beribdi. Ularda yopinchiqni kambal deydi. Adiyolda endi kambal berib ketibdi. Ertalab kelsa ko'zlari qizarib o'tiribdi ekan. Mazhari joni jononda. Hazrat kechasi ovqatdilarmi debdi. Sovqatganim yo'q, sen bergan kambal bilan yopindim, sovqatishim ketdi-yu. Yaramas chevari chekkasidagi chokini qiyshiqroq tikkan ekan, uxlolmadim shunga demişlar. Ushab chiqar ekanda. O'shasi ham noto'g'ri ketib qolgan ekan. Nima shuni to'g'ri tikmaydi deb shunga injiqligidan uxlolmay chiqibdi. O'sha odam o'tirib bir kuni bitta yonida xizmat qilayotgan odamdan bittasiga aytdilarki, "Sen bor debdilar, bir bolachalar bilan ko'rishimiz kelyapti. Bolalaringni olib kel" debdilar. Desa u chiqib olib o'ylanib, bu Eshon bu ham injiq odam bo'lsa, haligi adiyolni chokiga uxlolmay chiqqan. Men bolalarimni olib kelsam, bolalarim sho'x meni debdi. Bu to'palang qilib nazardan qolib ketmasin. Ha, bo'pti, Xudo xolasa taqsir olib kelaman degan olib kelmas ekan. Ikkinchi marta aytdilar, ha, Xudo xolasa bahona qilib olib kelmabdi. Uchinchi kun aytdilarki, hozir qarab turaman, bor debdi. Olib kelmay o'tiraman deb, olib kelguncha debdi. Iloji yo'q, endi bechora boribdi endi. Uyga borib birinchi bolalarni yaxshilab shampunlab yuvintiribdi. Keyin bolalariga o'tkazib yarim soat ularga odob o'rgatibdi. Mani pirim nihoyatda injiq odam. Kirasan ham men shu qo'lingni pastga qo'yib, pastga qarab o'tirasan, atrofdagi tokcha-pokchalarga qaramaysan debdi. O'rgatib keyin olib kelibdi. Ancha o'tiribdi. O'tirgandan keyin, "Bolalaringni olib kelmadingmi?" debdilar. "Taqsir mana bolalarim mana shular men hammasi" debdi. "U qanaqa bola bular? Mulla-yu bular" debdi. "Men mana shunaqa qilib o'tirganlardan zerikanman-ku" debdi. Ha, bola deb turib birovni ustiga eshak qilib minib oladiganni, boshidan sallasini olib qochib ketadiganni aytadi debdi. Mana shunday zerikanda chaqirgan ekan kishi. Keyin men shunda bilgan ekanmanki, ha, demak ular injiqlikni ham muridlarining tarbiyasi uchun qilar ekan. Demak ular mu'tadil odamlar bo'lar ekan, adolatli kishilar bo'lar, kimga injiqlik qilish kerak, kimga erkaklik qilish kerak, kimda erkaklikni ko'tarib, kimnikini ko'tarmaydi, ular yaxshi bilar ekan degan. Shuni aytmoqchi edim. Bo'ladi. Amin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Amin. Ya Rabbi, oqibatlarimiz xayrli qilgin, balodan, ofatdan, shikastlardan Allohim saqlagin ya Rabbi. Aytilgan gaplarga, yaxshilarga amal qilishligimizga Alloh bizga tavfiq ber. Allohumma salli ala